Assalomu alaykum. Mas hamyurtlar. Toshkent, Rossiya, O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha navbatdagi reysiy avtobuslarimiz amalga oshyapti. Do'stlar, ko'rib turganlaridek, mana 670-chi, 305-chi hamda 003 nomerdagi Yuton avtobuslarimiz yo'lga chiqyapti. Kimda-kim sifatli reysiy avtobuslar Toshkent, Moskva, Toshkent, Krasnodar, Toshkent, Novosibirsk, Toshkent, Irkutsk, Toshkent, Yekaterinburg, Toshkent, Ufa, Toshkent, Perm, Toshkent, Kazan, Toshkent, Nabережный Челни, Toshkent, Nijniy Novgorod, Toshkent, Samara, Toshkent, Saratov shaharlariga ketmoqchi bo'lgan fuqarolarimizga tavsiya qilamiz. Do'stlar, hozirgi holatda QR kod masalasi ko'proq bo'lyapti. Mana kommentariyaga yozishyapti. Do'stlar, QR kod agar olmoqchi bo'lsanglar, o'zimiz yordam beramiz. Albatta 2 kun oldin bizga o'zingizlar murojaat qilib chiqsanglar, ekrandagi ishonchli nomerlarda WhatsApp, Telegramimiz bor. Bemalol yordam berib, QR kod tayyorlashni imkoniyatigacha yordam berib ko'rsatib chiqamiz. Hamda bez QR kod Rossiyaga kirish mumkin emas degan qonun chiqmagan. Hali beri u narsa ishga tushgan yo'q. Bemalol bez QR kod ketmoqchi bo'lsanglar ham telefon qilib kelib ketsanglar bo'ladi do'stlar. Tanlovda adashmanglar. Toshkent, Rossiya, O'zbekiston. Sizlar bilan Abdurahmon Ahmedov. Yana bir bor sog' bo'linglar, salomat bo'linglar ko'kalar. Tanlovda adashmanglar. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiskani unutmanglar do'stlar.